Hürmetlik vatandaş, yukarıda Michel Bachelet'nin Xitayning Guangdong өлkесі Guangzhou şəhəri yetib gəlgənligini xəbər tapdıq və xəbər tapdığınla vatandaşlar. Biz mundaq gap qilaylı. İnsan biz, hər qandaq insan onun qaysı millatga mansub bo'lishidan qat'iy nazar insonli bo'ladi ekan, u cho'qim yaxshilik tarafdan o'ylaydi. Ya onun fikir qilishi, tafakkur yo'li, onun butun munosabat doirasidan aytganda yoki kundalik faoliyatlardan aytganda inson bolasi o davomli yaxshilik tarafdan o'ylaydi. Bugün hozir qardiq Michel Bachelet Guangzhouga tushdi deyli. Endi buning Şinjan mustamlik Uyg'uristonda elib bordigan ziyarati maxfiy o'rinlashtirildi degan gap. Hatto Michel Bacheletning yanada agishib kelgan, birga kelgan muxbirlarmi birga bo'lish ruxsat qilinmaydi degan gap. Undaqda bu ziyorat qanday ziyorat bo'ladi vatandosh? Ikkinchi, Michel Bachelet'nin Guangzhouga tushganligi va mustamlik Uyg'uristonni ziyorat qiladiganligi, kishilik huquq muhitini tekshiradiganligi to'g'risida Rimribovning bir parcha xabar e'lon qilganligidan bir xabar yo'q. Agar Rimribov xalq gazeti bir xabar e'lon qiladigan bo'lsa, bu xabar qoida bo'yicha Xitoyning 70 yillik axborot tashviqot qoidasi bo'yicha Rimribovda e'lon qilinganligi har qanday xabar Şinjan gazetida e'lon qilinishi kerak. Rimribov e'lon qilsa Şinjan gazeti cho'qim e'lon qilinishi kerak. Mushu tartibga rioya qilinamdi, qilinmamdi vatandosh. Bu bir nuqta. Üçüncüsü, yani şu sualını qo'yaylik, nima ishga maxfiy o'rinlashtirdi? Bütün dünyada aşkar, uçuk aşkar ziyorat, Birleşken Devletler Teşkilatı kishilik huquq masalasi uchun Şinjan ketyapti, mustamlik Uyg'uriston ketyapti. Nima ishga bu ziyorat maxfiy o'rinlashtirdi? Hozir boshda aytdik, juma kuni Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Mahkamasining bayonoti net price shunda qattiq bayonot e'lon qildi. Buyruq shaklida bayonot e'lon qildi. Buning roli bo'lmamdikan ha? Jungo hukumat Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Mahkamasi bayonotisining bayonotini hurmat qilmamdikan ha? Masalan, Birleşken Devletler Teşkilatı o'zi bexatarlik komitetidagi 5 davlatning birisi turib, Birleşken Devletler Teşkilatıning tekshirish umigini qarshi olmamdikan ha? Yoki o'zining Uyg'uristonda ta'sis qilgan jazo lagerida bir millatni yo'qotishi ham jismoniy jihatdan, ham ma'naviy jihatdan, ham madaniyat jihatdan, ham til jihatdan, ham diniy e'tiqod jihatdan, ham tarixning shu asno shu jarayonlarda yashab kelayotgan o'zining emgak kuchi bilan mavjud bo'lib turayotgan bir millatni yo'qotayotgan bir nopok millat Xitoy millati bugün kun kelganda xalqaro jamiyat buni tekshiramiz desa, bu tekshirish nima ishga maxfiy tekshirishga aylantirib qo'ydi vatandoshim. Navbatda vaziyat Uyg'urlardan qo'rqdimi? Uyg'urlar ishlaydi deb qo'rqdimi? Yoki agar Uyg'urlar vatanda, yoki Uyg'uriston mustamlika vatanda ishlaydigan bo'lsa, Qashqar G'ulji, Qashqar Altay, Cho'chak hammiya, Turpang'ich hammiya ko'tarilib ketadi deb qo'rqdimi? Nimadan qo'rqdi? Xitoy qo'rqmaydigan millat edi u. Nochi millat edi u. Kompartiya hech nimadan qo'rqmaydi u. Bugun nima ish qo'rqadigan bo'lib qoldi, hurmatli vatandosh? Endi Guangzhouga tushdi, maxfiy oldi, Urumchiga bordi, maxfiy oldi, bordigan bo'lsa, buni siz uchun, biz uchun ahamiyati qanchalik? Dunyoviy kishilik huquq tashkilotlari gumon qilgandek, ansirgandek, bu naticelik bo'lmaydi degandek, Michel Bachelet'ning mustamlik Uyg'uristonni ziyorat qilishi har qanday natijaga erishmamda, faqat natija ko'rilmamda. Biz boshda bugun so'zlaganlik saylarimizda Xitoyning hozirgi ahvoli, vaziyat ahvoli qaysi chekda butun tuvoqlandi. Dedik, Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Joe Biden 23-kuni Tokioda agar Tayvan hujum qildigan bo'lsang, qurolliq ardishiman dedi vassalam. Ishtiga dedik. Shundan keyin Jungoda nima ish yuz berishi kerak edi?
Mesela bu ziyaret uçuk aşkarı elip verilişi gerek idi o. Muşundaq vaziyet astıda uçuk aşkarı elip verilişi gerek idi. Sizin talebiniz, mening talebim. Belki muşundaq vaziyet astıda Xitay korkup ketdi mi? Xitay cho'chib ketdi mi? Mesela Amerika Qo'shma Shtatlar prezidenti beqanamizga kelib, mesela Jungnanxayning boshlig'iga kelib, alayli Tokioni biz Jungnanxayning boshlig'isi deyli. Bu tarafta Ukrayna armiyasi Kremlning boshlig'isi da, bu tarafta prezident Joe Bidenning so'zlagan nutqi bayon qilgan suhbati Jungnanxayning boshlig'isi da. Mushunda ahvol ostida ehtiyot qilaylik dedim ha. Mashinroy apandi shundoq o'yladingizmi apandi? Şuna Michel Barchilatning ziyoratini maxfiy holda elib berishga urinlashdingiz-mi? Undaqda Amerika Qo'shma Shtatlari davlat mahkamasining bayonotchisi Ned Price'ning bayonoti qanday javob berasiz? Bu ishlar so'rish qilinsin, nima deb javob berasiz? Ya yana boshqa o'rinlashtirish bormi? Mashinroy apandi, bugun xabar keldi, vatandoshlarga yetkazay deb chiqdim. Mana bir betli xabar Amerika ovozida yetib keldi. Endi keyingi xabarlarni keyingi bosqichda ko'ramiz, hurmatli vatandoshlar. Aman bo'linglar. Alloh hammalarni oson qilsin. Mushu vaziyat bilan Alloh hammalarni murod maqsadinglarga yetkazsin. Uyg'ur